Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Hakkeruz. Bugun biz do'stlar Nob bilan quruvchilar jangi o'tkazamiz. Bu bizning videomizning birinchi qismi bo'ladi. Shuning uchun qanunda ketdik. Birinchi qismda aytayotgancha birinchi qismda uy quramiz biz. Ya'ni o'zinglar bilasizlar, ajoyib uy qurish meni qo'limdan keladi. Unda qani ketdik. Men bitta gap aytsam, Nob hali kech qolyapti kelishga. Shunga Nob kelgandan keyin qayron qoladi. Uyimizni ko'rsatamiz-da. Nob yig'ilib bo'lsa kerak. To'g'rimi? Do'stlar, yana aytayotgancha kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yangi kanal. Oldingi kanalimiz yo'q bo'lib ketdi. Qandaydir sabablarga ko'ra. Bu kanalda tezroq 100 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Nob kelmayapti-ku. Mayli, kelsa xabar beraman. Do'stlar, mana bizning sandiqli uyimizning birinchi devorlarini bo'ldik. Endi birin-ketin tomini ham qilamiz. Bu juda ham qiyin bo'ladi. Qo'lim qiyshiq. Tomini qilgunimcha. Mana do'stlar, uyimizning tomini ham bo'ldik. Endi qolgan joylarini qilish kerak. Masalan, bitta eshik. Uyning ichlarini bo'yamaymiz deb va'da berganmiz. Nob bilan kelishib olgandik. Ichlariga, poliga bir narsalar, ichiga bezak, dekoratsiya qilmaymiz dedik. Kelishuvdik. Hozir men eshik izlab topdim. Ajoyib uyga albatta ajoyib eshik kerak. Bu ajoyib eshik emas-ki, bu bizning uyga bo'ladi. Mana mening san'at asarim. Sizlarga bu yoqdimi? Birdan o'ngacha kommentariyada xabar beringlar. Albatta zo'r uy-ku, to'g'rimi? Qanday Nobdan kelishini kutamiz. Sizlar bilan men Nob. Ana biz uy quramiz. Ana nimagadir qurdimi deyman, shunaqaga o'xshaydi mayli. Ana neydi? Hakkera. O'sha qurdimi deyman. Juda o'z chiqmayapti. Mayli, biz quraveramiz. Meni uyim loydan bo'ladi. Axir loysinglar. Endi do'stlar, men uyimga o'rgimchak torni qo'yaman. Qani boshladik. O'rgimchak tori bittamidi? Shu yerda ekan. Olmaysiz-ku bu. Asabga tegib ketdi. Yo'da asabga tegib ketdi. Qani qo'limga chiqma. Ne qilamiz va betdan eshik olamiz. Mayli. Ne qilib qo'yamiz va uyimiz tayyor. To'xtang. Halo, Hakker. Menga qilasa kerak. Mana do'stlar, sizlarga uyimni obzor qilib bersam, nimalar bo'lyapti? Ilangan baklar. Mana meni uyim. Hali Hakker menga bo'lsa kerak. Endi Hakkerni uyini ko'ramiz. Sandiqli uyman. Qani bitta ko'r. Balki birontasida loy bordir. Yo'q, bitta emas. Bitta ham emas. Bitta bo'lishi mumkin. Yo'q. Hakker menga loy bergancha u yutdi bugun. Mayli, keyingi safar men qotil bo'laman. Men uni yutaman. Do'stlar, men hozir bir joyga borib keldim. Nob ungacha qurib bo'lgandir, Nob keldi deb eshitgandim. Nob bilan gaplashgandim ham. Uyimni ko'ribdi. Men mana bu yerda unga sovg'a qoldirgan edim. U olibdimi? Yo'q, olibdi. Mayli. Roziman.
Ana endi unikini ko'rish vaqti keldi va nima? Nima? Uning uyi shumidi hali? Shumidi? Men mana shu Nob bilan kurashish uchun shuncha harakat qildimmi? Mayli. Nima bo'lsa ham bugun men yutdim. Uning menga o'zi aytdi. Hammangizga xayr. Mana ko'rdinglar do'stlar, bugungi videoda men yutdim. Bu videoning ikkinchi qismi ham tez orada chiqib qoladi va biz bu safar Pro bilan jang qilamiz. Quruvchilar jangi. Proning qanchalik kuchliligini siz hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. O'zi juda ham zo'r quradi. Lekin bir narsani bilib qo'yinglar, men hakerman. Mayli, gap ko'p qilmaylik-da, xayr do'stlar. Sog' omon bo'ling.